Mana hozirgi qo'shiqchi ukamiz chiroyli qo'shiq aytdilar. Shunchalik tempni balanga olib chiqib qo'ydilarki, men o'sha tempda davom ettirishga majbur bo'lyapman. Endi sal pastroqqa tushamiz o'rtalar. Sal pastroqqa tushamiz. Agar baqiradigan bo'lsam, sizlar eshitmay qolasizlar, ba'zi so'zlar qolib ketsa, kulgili chiqmay qoladi. Bu yerda yana bir sekretni bir hofizimiz bor. Butun O'rta Osiyoga tanilgan mashhur xonandamiz kimligini bilmaysizlar. Meni o'zim ham bilmayman. U xonandamiz chiqquncha men sizlarni ozgina kuldirib turishim kerak o'rtoqlar. Ajoyib bir fayzlik konsert. Ajoyib bir mehmonlar, san'at shaydolari o'tirishibdi. Men ko'proq bu yerda ayollarni ko'rib turibman, xotin qizlarni. Bor bo'linglar, sog' bo'linglar, ko'payaveringlar mana shunaqa. Ko'payaveringlar. O'zi 8 ta qizdan keyin bitta o'g'il tug'ilyapti. Nima uchun 8 ta? Chunki 8-chi o'g'il bo'ladi deb o'ylasa yana qiz tug'iladi-da. Otini o'g'ilay qo'yishyapti. 9-chi o'g'il bo'lsin deb. O'g'ilaydan keyin ham qiz tug'ilyapti-da. Ilohim ko'payaveringlar. Chunki menimcha Xudoga yaqinroq bo'lsanglar kerak. Sizlarni ko'proq Alloh yaratyapti. Mumkin shu yaqinliklaring uchun Alloh sizlarni ko'paytirib qo'ygandir, lekin biz ham erkaklar ham sog' bo'laylik. Donishmanddan so'rashibdi. Nima uchun ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq yashaydi? Erkak ham inson-ku. Ayollar farzandlarini dunyoga keltiradi, qiynaladi, ertalabgacha uxlamaydi, sut beradi, alla aytadi. Vitamin yetishmagan, ovqat yemagan, devorlarni ushlashib zo'rg'a yurishadi-yu, yana erkaklardan ko'proq yashayapti. Nima uchun ayollar ko'proq yashaydi, erkaklar sal kamroq yashaydi? Axir erkaklar bir umrga maishatda yuradi-yu. Soya salqinda, chet elga boradi xolasa, restoranda o'tiradi, choyxonada o'tiradi, osh yeydi, konyaxo'rlik, pivoxo'rlik, xohlasa ishlamaydi, mazza qilib yuradi, lekin ayollardan kamroq yashayapti. Nima sababdan ayollar ko'p yashaydi desa, donishmand shunday degan ekan. Chunki ayollarda xotini yo'qda degan ekan. Naqadar baxtli insonsizlar ayollar, sizlarda xotinlaring yo'q. Maza. Hozir konsertdagi uylaringga borasan, xotinlaring yo'q. Maza, zo'ri bu. Mana erkaklarning qirilib ketishiga sabab xotini bor ekan. O'shuncha qirilib ketyapti ekan, qirg'in ko'gillar. Qarang, hamma yo'q, xotin qizlar, erkak yo'q. Qani erkaklar? Ana. Bu yerda turganlar san'atkorlar bular. Bularni hisobga olmayapmiz. Nariyada turishibdi erkaklar, chunki o'zi 4 ta 5 ta kelgan kamda. Kamayib ketyapti. Ilohim bor bo'linglar.